to'g'risi. Molxonam bor, o'zi bunaqa meni molxonam bor. 20 ta mol saqadi, omad to'la molim. Bir joyga deb reklama qilmay qo'yaylik. Qo'shilasiz aka. Bir joyga bo'lsa, shu 13 dan bosib yubordik o'sha katta kichik nimasi hammasi ketaverdi. Assalomu alaykum. Sizning tavsiyalarni hurmatli obunachilari. Hammalarga Allohdan barakali kun tilagan holatda syomkani boshlaymiz. Mana shu yerda 53 ta onajim bor ekan, katta kichik hammasi bo'g'oz qisir aralashiga hozir 13 milliondan savdosi bo'lyapti, bergani yo'q. Agar mana shu video qo'yiladigan bo'lsa, bemalol ekran nomeriga aloqaga chiqasizlar. 100% garantiya beraman. Mana shu mollarni olib, men aytayotgandek qilib boqadigan bo'lsangiz, oyiga 1 milliondan foyda qilasiz. Yo'q, zaybat qilib, atala qilib, o'zingiz bilganingizni qilib boqadigan bo'lsangiz, chista ziyon qilasiz. Avvalo Xudo. Inshaalloh mol holatini qiling. Bitta ko'ring tamashini. Agar mana shu xonajin meni hisobimda 3-4 oylik bo'g'ozga o'xshayapti, doktor olib tekshirtirasiz. Avvalo tekshirtirib, agar bo'g'oz bo'ladigan bo'lsa, oladigan bo'lsangiz, 4 oy 5 oyda kamida 30 millionlik mol bo'ladi. Yaxshi bloger chaqasiz, mashalloh deb so'mga qilib beradi. Posillar sotaveradi mana. Rossiyskiy местный sementar bilan. Чисто rossiyskiy sementar o'nash. Bo'g'oz bashi ham. Lekin bu Rossiyadan kelgani hisobiga juda ham abgor holatga tushgan. Holatni ko'ring mana. Men bo'g'ozga tortyapman. Mollarning eng zo'r tomoni, fishkasi menga yoqqan joyi, mollar oqsil bo'lib tuzalgan. O'ladig'ini o'ygan, qoladig'ini qolib, bitta o'yin holat bo'lgani yo'q. Xullas minusdan chiqib ketgan. Buni endi faqat boqish kerak. Onajillar qarang. Qarayapti, juda chiroyligi bor. O'g'illar ham o'sha Rossiyaning haqiqiy mesni onajillar. Mana mana onajillar. Sementalni yangi tug'ilgan onajini 15 million so'm atrofida bo'layotgan mahalda mollarni olib boqib, namoz boqib misol foyda qilish qiyin bo'lib ketdi. Ayniqsa biz Voha tomonidan ko'rayotgan aka-ukalar bo'lsa ham tavsiya qilaman. Olinglar, boqinglar, zo'r foyda qilasizlar inshaalloh. Holatlarni qarang. Mana u. Toza rossiyskiy sementdan o'najiman. Ko'ryapsizmi mana? Orqasi hech kelmagan ekan, lekin holatni qarang. O'tgan safar videoga olib chiqarganimda sementdan o'najilarni endi bo'yim 1.83 alik kichkina bloger bazman. Bunday qilib olmadim-da. O'zim bo'yimga moslab olganim uchun kichkinaroq ko'rinib qolgan. Bo'ylari hop, mashinagi ham 1.30 plus. Bunday qolsa katta molga o'xshab qoladi. Bunday qilib. Shu kindiy bo'yda oladigan bo'lsam katta molga o'xshaydi, lekin shu o'zimni ko'proq baravardan olib ko'rsatyapman. Ularga обязательно hech qanaqangi dori ximiyat kerak emas. Yemini o'z vaqtida berib, sizlar bilan boqiladigan bo'lsa, juda tez fursatda o'g'naladi. Egasi misol rasmini olib qo'ygan hisobiga o'sha birinchi video qo'yganda qimmat aytib qo'ygan. Hozir o'z qolmayapti. Sotaman deb mollarni holatini ko'ring. Navoiyatda yo'q, mana onasini qarang. Ha kamida 20 litr sut beradi, onasi kiraveradi mana shu. Mana. Kim olsa men garantiya beraman mana shuni. 20 litr sut berishiga. Bu faqat yaxshi boqish kerak. Angus bermasligi mumkin, lekin bu gibrid molni qarang. Ko'ryapsizmi? Xarob bo'lib ketib qolgan xolos. Ko'pchilik misol savdogar aka-ukalar ham mana mollarni olishib, chiroyli qilib boqishib keyin sotadi. Mana buni qarang. Jersey persi mollardan olib, jersey mol boqqandan o'zimizni mahna mollardan boqqan yaxshi. Bu mashinada oz bilinma necha pul ekan. Gibrid qarang, onajim. Kommentariyada fikrlarni qoldirib qo'yasizlar. Bizda misol birovga paxta qo'yib, qo'qib, pismanda qilib, bir damtazdan qarzimiz ham yo'q, tilimiz qisqa joy yo'q. Shu mol pulni oldi, olib kelgan odamni oldim. Aytib qo'raman, oladigan odam. Bo'ladi, bo'lmaydi. Bu angus mollar qani? Angus o'nagilarga ko'rsatdi. Ashlarni olib, tagiga bola qo'shib yuborish kerak. Misol bitta
o'zi tug'adigan bo'lsa, tagiga bitta sement olib o'najin yoki buqadan qo'shib oladigan bo'lsa, bemalol ikkita molni o'rab yaxshi qarasa uyda ham. Dalalarda boqadigan voha tomondagi ukalar mana. Mana shunday angus bo'ladigan bo'lsa, 30 million so'm tepasida. Ko'rasizmi holati? Bitta kelib tekshirtirib olishadi. Anguslarni qarang. 100% mana tuxum keldi, toza anguslar. Mana kallasini qarang, chiroyligini. Mollarning holati yaxshi bo'lgan, faqat yo'lda kelib kasal bo'lib qolgani hisobiga. Lekin hozirgi holati kasallik tuzalib bo'lgan. Suvda bo'lyapti. Jichasi nasiya, aqabaqa vijir bo'lyapti. Ular internetga qo'yilsa, bemalol telefon qilaverasizlar. O'zimiz u Aliyaga ham shetdagi mana uni kim taniyapti shuni. Bash bo'lyapti. Shu eng kuchli andaqalardan. Ayva, mollar qalay ekan? Zo'rmi? Toza sementlar bormi yo'qmi? Bageli, yangi tug'ilgan sementlar o'rnadi nechi pul? Nechi pulga? 16 million. 18 million. Yangi tug'ilgan. Nechi pul? 15 million, 16 million, 17 million, 18 million. Sifatlari chiroyli, zo'ri bo'lsa 20 millionga ham sotilyapti. Chivordi, narxachiga. Yo'q, nimaga? Agar chiroyli sifati zo'r bo'lsa, men o'zim olaman. Nechi pul olasiz? Har xil 18 million, 19 million, 20 sifati zo'r bo'lishi kerak faqat. 15 millionga. Yangi tug'ilgan 15 million bo'ladi. Yangi tug'ilgan. 3 kun onasini emizib beradi odam. Mashalloh, aka barcha qizidi-yu. Mana mollarni olib boqqan odam mana shunday narxga foyda qiladimi, qilmaydimi? 50-60 millionga bitta onasi sigir olgan. 15 milliondan deyapti, qo'yg'usi yo'q, hammasini bitta olsa deyapti. Endi misol bunisida 20 millionligi ham bor, 20 million tepasi qo'yg'usi yo'q, puli bor odam olib boqadigan bo'lsa, 20 milliondan 3 ta 60 millionga sigir olganda 3 ta mashinani olib tashlab qo'yadigan bo'lsa, haqiqiy yorib boradi tabi. Soqan. Sen bo'lib go'shtni alishda novoz to'qib qo'yadigan bo'lsa, nur ustiga olon nur bo'ladi. Yo'q, bo'g'oz bo'lib deyapman. Bo'g'oz bo'lib novoz to'qadigan bo'lsa, to'g'rimi? Shu oldiga yurib ketadi. Xullas kalom. Mana gaplar. Osmonimiz musaffo, quyosh chiqyapti, sovuqlar ketdi. Qasam ko'rsatyapman. Opda ko'kda bor ekan, bitta ko'rsatayim. Bitta jo'radigan o'rtog'im bor. Ko'k mol ustidan 10 ming, 15 minglik. Abdulatif. Fayzoboddan eng yaqin shogirdlarimdan Abdulatif. 9 millionga laychit deb o'zida olgandan ko'ra 15-16 millionga maynaqasidan olib tashlab qo'ygan yaxshi emasmi? Odamlarda shu bittan daqa o'lyapti, bittan daqa 60-70 million, 90 ta, 100 ta molni ichidan bitta ikkita shunaqa chiqadi xolos, unaqa qimmat. Buni mol boqishda o'zi oson emas, o'ziga yarasha bir oddiy mol boqayotgan odamlarga tavsiya qilsa bo'laveradi, mana shularni olib boqsa bo'laveradi. Ko'kdan turgizaylik. Mana. Bemalol bitta ro'zg'orga yetadi. 10 litr pilis sut beradi mana shu. Faqat yaxshi qarash kerak. Buni dalalarga olib chiqib boqsangiz ham bo'laveradi. Bu jonivor ham bo'g'ozga o'xshaydi mana shu. Tekshirtirib olish kerak xullas. Mana. Ha? Ya tekshirtirish kerak. Buni olib qo'yib qo'ygan taqdirda maza qiladi-da. Yangi boshlayman deyotgan aka-ukalar uchun. Novozlarni bilmayman, novozimni onanglardan tavsiya qilaman. Novozlarga ham telefon qilaverasizlar. Bu qarang. 10 million so'mga ham bor ekan ichida. Yangi boshlayotgan aka-ukalar bemalol mashinalarni olib boqadigan bo'lsa, bugungi sanamiz 28 mi? Bugun necha o'zi? 24 mi? Aba maktab paytida o'qimagandan keyin bugun chizlo nechi? Bugun nechi? 28 mi? 29 mi? 26 mi? Ikkita xo'jaga va shu qattiq o'p oldi. Ular dardim bir-biriga aytib, keltiradi. Qarasizlar-da, shunaqa xo'jaga qarang. Ana uydi, mana uydi qilib so'radi-da ular. Ari, sizlari bu aka o'zini dardini aytyapti, biz o'ziga aytib, qo'llar ish bitirishyapti. Ari, xo'razboz bilan xo'jakalar bilan gapiga topib qolganda, to'g'rimi? Havo sovuq,
Xudo xolasa. Onu molni ko'rsatdim, onu molni ko'raman. Qas, qani. Qani? Gibridmi? Ha, ko'rsatdim uni. Unisi ham zo'r ekan. Ko'paygan mol bilashida, yaxshi. Faqat yaxshi boqish kerak ekan-da. Xo'p, mahinaga mana bu qalmoq zotlar. Qalmoqni qarang. Qalmik. Mana shu haqiqiy mana cho'l zonalariga, issiq-sovuqlarga vaqti zo'r yaraydi. Bu yemaman deyapti bunisi. Yo'q tog'am bilan narxini hozir kelishib bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa ish bitadi. Qani men qo'yaveraman ularga andaqa ham qarab o'tirmang turishik. Sog' bo'linglar. Xudo xolasa keyingi videoda ko'rishguncha. Yapti. Muomala, ha, Qoch aka? Qoch aka, biznes qilish uchun pul kerak emas ekan? Muomala zo'r bo'lishi kerak. Muomala bo'lyapti-yu. Bo'lyaptimi? Ha, xudoga yarab. To'g'ragan bilan o'zi bo'ldi bir-birimizni tomirimizga tushib bo'ldi. To'g'rasi ish bitdi. Nima qilaylik? Bosaveraylikmi yo'qmaga? Ha, telefondan. Nech pul olyapti? 13 dan bo'lyapti. Tushun qolibdi o'shanchi. Siz olib qo'ygansiz yo'q. Yo qo'ylar, bitta realni bo'ladi. Ish bo'lyapti. Tiniq bo'ladi. Yo hammasi bo'lyapti, bitta ikkita bo'lgan yo'q, to'g'rimi? Qo'ymay turamiz, bu ammo chiqib qoldi, ortona beraman. Yo, undan ham arzon berasiz. Yo'q, tog'am o'zimiz qo'ylar. Bu ya albatta hammasi o'zimizga o'xshagan kolxozchilar. Biz anu Delavoylar, kibrlilar ko'rmaymiz. Kibrlilarni patana shunday yulib yuboriladi. Hayotda ham, kommentariyada ham. Bormi kommentariyada polvonlar hayotdan o'ylar. Yozinglar bir negativlardan bir shaldir-shuldir qilib beraylik.